Aeroportga ketyapti turib uy tozalash shartmikan? O'zi sahar 3 dan o'tganda uxlaganman. Kamiga ertalab 6 da turib olib, uylarni plissoslab, pollarini atib, tozalayapman. To yuvinib, yo'lga chiqqanimgacha kech bo'lib ketdi. Kamiga taksi ham kech keldi. Avtobus bekatda rosa kutdim, avtobus ham kech keldi. Reysdan qolib ketsam kerak deb o'yladim. Yo'q, yaxshi ulgib keldim bir narsa qilib. Endi samolyotga bir narsa qilib o'tirib olsam, samolyot ham yurmayapti-yu. Bilmadim, shu oxirgi kunlarda o'tishi shunaqangi qiyin bo'ldi. Koreyadan O'zbekistonga uchadigan samolyot 7 soat u 20 minut edi. Bilmayman necha soat ketdi, boshim aylanadi har safar hisoblanmasdan. Amakilar bizga oq yo'l tilab uchirib yubordi. Ertalab choy olishga uspet qilmagan edim, ovqat berdi. Keyin bo'lsa bulutlarni tomosha qilib ketdim, 1-2 soatcha uxlab ham oldim. Toshkentga yetib kelganimizda samolyotimiz qo'nalmasdan osmonda aylanaverdik 1 soatcha, sababi jala juda ham kuchli yoqqan ekan. Bir narsa qilib samolyotdan tushib, yuklarimni olib chiqib oldim va Alicham bilan ko'rishdim. Boshida Ali meni tanimadi, meni ham ko'zimga Ali boshqacha ko'rindi. Endi bu yog'iga diydor shirin. Bizdan yangi reyslar kutib qolinglar.